Assalomu alaykum do'stlar, aziz do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Bugun mana men YouTube ga yangi video olyapman. YouTube kanalimga, ya'ni yangi ochilgan kanalim FC26 pastki chiziqcha AFK degan kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishlarini boshidan so'rardim. Iltimos do'stlar, hamma bu yo'nalishda ijod qilayotganlarning kanali millionlab obunachi yig'ib mana meni akkauntim unchalik yaxshi ko'rinishda emas, lekin yaxshi ko'rinishga keltiramiz, xudo xohlasa. Unchalik ham yaxshi ko'rinishda emas, to'g'risi. Bu yog'i botlar, keyin hozir bitta challenge'ni hozir o'tkazaymikan yoki bu challenge'ni keyinroqqa qoldiraymi degan savol bor menda. Ya'ni Premier Ligani yutib ko'ramiz do'stlar, yangi kelgan yangilanishlar bu ligani yutib ko'rishimiz tavsiya qilasizlarmi? Bu ligani yutib ko'raylikmi do'stlar? Laboratoriya nima sovg'alar bor ekan, ko'raylikchi. Nima sovg'alar borligini oldin kimini tanlaymiz ekan? CPF. Mana shu o'zi tavsiya etgandi. Aluramiz do'stlar, yulduzchasi 150 ta, 250 ta bonuslari bor ekan. Ketdik do'stlar, bitta match tashlab ko'ramiz. Bu kanal yangi ochildi do'stlar, albatta obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Hozir bizga odam chiqmay qiynayapti yo bizni shunchaki uloqtirib yuboradi. Do'stlar, ko'rib turishinglarni maslahat beraman. Iltimos videoni oxirigacha ko'rib, albatta like va obuna tugmasini bosib qo'yishinglarni iltimos qilardim do'stlar. Nega bunday bo'lyapti? Bizda bunaqa bo'lmasdi hech ham. Aynan men video olayotganimda mana shunaqa muammolarga duch kelaman men. Video olayotganimda, ya'ni mana do'stlar, nihoyat chiqyapti bizga Flamingoga qarshi LP degan komanda ekanmiz biz. Montajlarsiz qo'yaman degani, ozgina montaj qilishim ham kerak ekan hozir o'ylab qarasam, chunki hali golga yaqin gol bo'lmayotgan vazifalar uchun montajlab qo'yaveraymi, nima deysizlar? Yozib qoldiringlar. Flamingoga qarshi Angular Catch. Darsliga o'yin boshlanish arafasida do'stlar va boshlandi. Menda o'zimning o'yinchilarim yo'q, bularni bo'lmasa chachib tashlagan bo'lardim. Iloji yo'q, o'ynaymiz. Bizni anavlarimiz bu ligalarga kirmaydi. Flamingo do'stlar, bu nom qaydan kelib chiqqanini biladiganlar bo'lsa kommentga yozib qo'yasizlar degan umiddaman, to'liq qilib. Challenge-ni birinchi kuni 3 kun davomida qo'yib boriladi shu o'yin. Offside do'stlar. Ya'ni qism-qismga bo'lib, bitta o'yinni qism-qismga bo'lib qo'yaman. Shunda qiziqroq bo'ladi do'stlar. Albatta
Yaxshi. Yaxshi. Yugurish kerak shu yerda. Yugurish. Bitta qaytib olib turib, bitta pas o'tmadi do'stlar. O'tganda nima bo'lardi? Kongo maydonni yarmida qaytarib oldik do'stlar. Maydonni yarmida do'stlar golga yaqin. Biz shunaqa sal o'ynash. Bular bo'liga nimalar bo'lyapti? Do'stlar, internet вообще tak kuchlilik qilyapti. Вообще yo'q, yomon o'yin, yomon. Penaltilar seriyasi bo'lmasa bo'ldi bizga. Yomon. Tepish kerak edi shu yerda. Yo'q, men qanday o'ynashni bilmayapmanmi yoki ular shunchalik men noto'g'ri tugma bosib oldim, to'g'ri. FC 26. Media Instagram. Golmi? Yo'q. Juda noaniq zarbalar. Ketligi kuzatilyapti do'stlar bizda. Penaltilar seriyasiga o'tmasak bo'ldi menga. Tiro do'stlar, men boshqa odamlar o'ynayapman botlar bilan. Botlar bo'lganda shu paytgacha 10-0 qilgan bo'lardim. Yokinda o'zimni jamoamni bergandagina yaxshi o'yin ko'rsatardim. O'zim yiqqan jamoa, o'zim ter to'kkan jamoam. Men taktikam bor do'stlar, mana shu uzoqqa beraman. Hech kim buni kutmaydi va pas beraman. Pas bunday bo'lish kerak edi. 0-0 hisob bilan yakunlanyapti do'stlar, birinchi taym o'z nihoyasida. Flamingo do'stlar. To'pga ustunlik qilish borasida biz ancha qo'l kelyapmiz, menimcha. Bunday kirmadik. Yaxshi. Internet вообще qo'rqoqdi do'stlar. Offside. Shunday 100% golli vaziyatlarda offside. Flamingo Al-Zugari. Bu bosqichda o'tsak agar zo'r bo'lardi. Al-Zugari do'stlar, tepish kerak shu yerda. Ulgurdi. Va, nima bo'lyapti? Chiroyli. Buni kutmagandi mendan. Nimalar bo'lib ketdi do'stlar? Hozirgi vaziyatda 10 daqiqadan beri men o'lyapman video. Shuncha harakat, shuncha uchun podpiska tashlab qo'yasizlar degan umiddaman. Kabliza tushishiga ruxsat beramiz. Bular natija va qayerga berdi bu? Urdirib qo'ymaslik yagona maqsad. Hozirgi birinchi raqamli planim bo'lib qoldi. Gol urdirib qo'ymaslik. Do'stlar,
Davay, yaxshi. Yomon. Sitratsiya. Qayga berayotganini bilmayapti, sotadilar. Video buziladi do'stlar. Voy do'stlar. Davay do'stlar. Do'stlar 90-daqiqada Medina o'ziyam qiliq xo'rozik ekanda do'stlar bor. Medida 16-raqam. Shuncha qiynalganimiz o'zini oqlayapti do'stlar. 90+2 daqiqa sekund desam bo'ladi. 1-0 minimal hisobda g'alabaga erishyapmiz do'stlar. Minimal hisob qayd etildi. Zato biz keyingi bosqichga o'tdik desak ham bo'ladi. Statistikalar bilan tanishtirib o'taman. 0 zarba va gollar soni. 8 ta zarba yo'llarimiz, 6 tasi darvoza tomon aniq bo'libdi do'stlar, aniq boribdi. Pozitsion 60 ga 40 bo'libdi do'stlar. 80 pasimiz uchish darajasi 80 ga 70 do'stlar. Offside'lar bizda 3 ta. Fol yo'q do'stlar. Yagona gol muallifi Medina. 90-daqiqalar qahramoni. Buni men hech o'ynab ko'rmaganman, bu lekin menga yangilik bo'ldi desa ham bo'laveradi do'stlar. Shunday qilib sizlar bilan xayrlashaman. Sog' salomat bo'linglar. Ikkinchi qismini ertaga ko'rishinglar mumkin. Xayr hammaga.